Buxoro taomlarida bilasiz, O'rta Qayshida shunday chiroyli choyxonamiz bor edi. Boshida manzilni aytib o'taman. Andijonda Oltinko'lda 36-postdan o'tganingizda O'rta Qaychida yo'lda bo'yida 6 sotik maydonda 8 xonadan iborat to'liq yevro remont qilingan. Undan tashqari 3 ta xonada konditsionerlari bor. Orqa tomonimizda alohida ofislari, undan tashqari xodimlar uchun alohida xonalar, hojatxonalar, yana 8 ta xonaga 8 ta tayyor holatdagi qozon o'choqlarimizga dor tayyor. Bu yerga 3 fazda to'klarimiz, suvlarimiz kelgan. Mahalladan gaz o'tgan, ulab olish imkoniyati bor. Undan tashqari yaxshi tomoni, bu yerda hujjati turar joy. Tashqi holatlarni ko'rib turibsiz. 4 ta so'rilarimiz bor. Alohida zeleniy zonasi hamda o'ziga yarasha kattagina stoyankasi bor. Narx masalasiga keladigan bo'lsak, $95,000 baholangan. Egasini o'zini nomerini qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqib savdolashib olishingiz mumkin. Yaxshi joyda, yaxshi biznes, o'zi asli yurib turgan egasini boshqa ishi borligi uchun hozirgi kunda bu yer sotuvga qo'yilgan. To'liq lokatsiyani biz Telegram kanalimizda qoldiramiz. Aloqaga chiqib, premiumiga obuna bo'lib qo'yingda, shu yerda olib yurgizing, biz ham kelib bemalol shu yerda birga choy ichaylik. Albatta aloqaga chiqing.